2025-yil BYD ham hozirgi kunda tortilib qolgan 605 talik ekan. Oldi brom bo'lgan, kraskalar top-toza, sonzashlar ham qilib qo'yilgan ekan. Xo'p, mashinamizda mana ближайший ruchkalari, бесключевой достуp, свежий ekan tonirovkalari, 11-12 oy bor. Jigarrang salon, haqiqatda bogатый premium xon deyiladi. Bekorga BYDlarni shoxi deb aytmayman, mana qiroli. Ko'p premier minadiganlar o'sha BYD xanga o'tishyapti. Sababi juda ham zo'r avtomobil. 56 ming kilometr yurgan. Ikkita old sidel massaj bo'ladi. Abduf Abagarev plus haydablar ham bor. Eng full paket 605 talikni. Foydalanib qolinglar. Kraskalar top-toza ekan. Mana bu yerda oynalar anaqa nima deydi? Balonlar ham yangidek bo'lib turibdi. Tiniqagan sostenasi. Gap bo'lishi mumkin emas lekin. O'sha gap. Hop, mana qaranglar. 29200 ga qo'yamiz. Foydalanib qolinglar. 29200 ga 605 talik. Hamda oynasi singan joyini ko'rib qoldim. $100 turar ekan. Endi ancha kelishasizlar egalar bilan yoki o'zingizlar almashtirib olsangiz, almashtirib berishadi. $100 ekan, so'rashdi. Ikkita odamdan so'rashdi.